Savollarga tezkor javoblar. Ikkinchi qism. Birinchi savol. Meni ismimni eshitganingizda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Nima kulasan? Stres. Ha? Stres ayol. Eski qizingizni ko'p o'ylaysizmi yoki yo'qmi? Qarindosh urug'ga telefon qilish imkoniyati bormi? Bu savol tashlab ketishchi. What? Eslab turaman ba'zida. Kayfiyatingiz ko'tarilib ketdi. Bu dunyodagi eng katta orzungiz. Bu dunyodagi eng katta orzum sen bilan. Men hayotingizga kirib kelganimdan keyin nimalar bo'lgan? Ko't bo'lgan. It nima deb ovoz chiqaradi? Kelyapsizmi yo'qmi? Yuradi, yurisi. Unda men nima deb ovoz chiqaraman? Wow. Siz bilan kadr ortida gaplashamiz.